Ushbu loyiha Turon-Bank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchiron mahalla fuqarolar yig'ini 136-sonli konturda jami 8,5 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekinlarning zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan ekinlarda holati mana ko'rib turibsiz, juda yaxshi holatda. Zo'r, yaxshi qaralyapti. Xudo xolasa bu yetishtirilgan 121 kunda tayyor bo'ladi xudo xolasa. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'orilish, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish jarayonlari dehqonchilik xo'jaliklari tomonidan nima qilib borilyapti, kuzatib borilyapti. Ushbu loyihada jami 30 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyiha samaradorligini amalga oshirish uchun lider tadbirkor Turon yerlari MChJ biriktirilganligi uchun ushbu yerlar jami yer maydoni 8,5 gektar. Umumiy har bir gektaridan hozir 35 tonnadan hosil olish kutilmoqda. Mana shu yerda o'zida 210 tonna hosil yetishtiriladi xudo xolasa. Har bir dehqon xo'jaligi daromadi o'rtacha gektaridan oladigan bo'lsak, 10 sotidan oladigan bo'lsak, 13-15 million so'mdan bo'lyapti. O'rtacha hozir bu yerda 30 sotilik yer maydonidan 45 million so'mgacha hosil kutilyapti olishi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jalik daromadlarini yanada oshirish, yanada yuqori saviyaga ko'tarish rejalashtirilgan.